Hammaga salom. Bu videoda kanalimdagi aytib o'tgan qisqacha, ya'ni kichik bir platformani qisqacha ta'rifini qilib bermoqchiman. Bu platforma nima edi? Eslab o'tadigan bo'lsak, bu platforma avtoe'londagi e'lonlarni ko'rib chiqadi va har bir mashinaning bozordagi haqiqiy qiymatini hisoblab beradi. Qisqacha qilib aytadigan bo'lsam, misol uchun siz qanaqadir mashina olmoqchisiz va uni avtoe'londan qidiryapsiz. Bu platformaga mashina nomini kiritasiz va bu platforma shu mashinani avtoe'londan o'rganib narxlarni o'rganib, eng zo'r narxdagi mashinani sizga chiqarib beradi. Yiliga moslab, yurgan yo'liga moslab va narxiga moslab eng zo'rini chiqarib beradi. Yoki siz mashina sotmoqchisiz, lekin narxini qanchaga sotishni bilmaysiz. Bunga platformaga kiritasiz mashinangiz haqidagi ma'lumotlarni va bu platforma sizga chiqarib beradi. Misol uchun, bunga qisqacha kodlar yozilgan. Hop, birinchi 3 ta bo'limdan iborat. Birinchi bo'lim bu avtoe'londan mashinaga doir bo'lgan, qanaqadir mashinaga doir bo'lgan ma'lumotlarni olish. Misol uchun bu yerda Nexus 3 yozilgan. Agar hozir Start Harvester deb bossam, menga Nexus 3 ga doir bo'lgan ma'lumotlarni chiqarib beradi. Nechta sahifadan chiqarsa, misol uchun, avtoe'longa kiradigan bo'lsak, avtoe'longa kiradigan bo'lsak, mana avtoe'longa kiradigan bo'lsak, bizda turibdi mashinalar. Hop, FKW avtomobili, keyin ketdi. Hop, Chevroletni bosib qo'yamiz. Aytaylik, Cobalt'ga kiradigan bo'lsak va объявлениyalarda ko'radigan bo'lsak, bizni Cobalt'ga doir chiqarib berdi va eng pastida bizda sahifalar bor, 318 ta. Biz shu sahifalar sonini kiritsak, har bitta sahifaga kirib, birma-bir mashinalar narxini o'rganib, bizga zo'rini chiqarib beradi. Men buni oldin qilib ko'rdim. Cobalt bilan Malibu'ga qilib ko'rdim. Narxini ko'radigan bo'lsak, hop, ikkinchi bo'limda bizga endi zo'r narxdagi mashinalar ko'rsatadi. Birinchi o'rinda nima turibdi ekan? Gold. Gold ya'ni oltin. Shuni olishga arziydi deyapti. Hop, birinchi o'rinda 148 ming yurgan Cobalt turibdi. 2018 mexanika ekan. Buni ko'radigan bo'lsak, mana. Hop. Demak, bo'yalgan $6585. Xuddi o'zi. Demak, bozorda shunga o'xshagan mashinalar bizda $8370 ekan. Lekin bu narx unga qaraganda 27% cha arzonroq bo'lganligi uchun buni olish arziydi deyapti va buni siz qimmatroqqa sotishingiz mumkin. Keyingisi bizda misol uchun aytaylik, Malibu'lar bor ekan. Malibu 2 2009 104 ming, 15 ming ekan bozorda. Ya'ni bozorda 18 ming ekan. Bu qo'yilgan narxi 15 ming ekan. Bunga ham kirib ko'radigan bo'lsak, misol uchun ko'rib turibmiz. Bu ham bo'yalgan ekan va avtomat bo'lishi kerak. Hop. Platforma shundan iborat. Ya'ni misol uchun boshlanishi yaxshi deb o'ylayman. Bular ko'rinmay qolibdi. Ya'ni nimaga 0 kilometr? Yoki kiritilmagan yoki yo'q. Mana. Qancha yurgani kiritilmabdi. 2024-yildagi Andijonda mexanika narxi 10.900. Hop, 2024. Menimcha bu yiliga qarab hisoblangan. O'rtacha shu 2024dagilar $12.000 dan. Hop, ko'rib turishingiz mumkin. Bu yerda qancha mashina bor? Aytaylik, mana oxirrog'iga tushadigan bo'lsak, 640 ta mashinani ma'lumotlari bor. Hop, keyingisi bizda buni yuklab olishimiz mumkin ma'lumotlarni. Yoki bizda 3-bo'lim bor. 3-bo'limda aytaylik, siz mashina sotmoqchisiz. Lekin qancha narx qo'yishni bilmaysiz. Misol uchun aytaylik, biz Cobalt sotmoqchimiz. Cobalt 4-pozitsiya sotmoqchimiz. Aytaylik, mana 4-pozitsiya Cobalt. Yili yangi. Aytaylik 25. 25 ta olingandan keyin u yurgan bo'lishi mumkin 23.600 kilometr yurgan, holati mukammal, urilmagan, kraska qilinmagan. Hop, qanchaga sotishingiz mumkin ekan? O'rtacha bozor narxi, avtoe'londagi bozor narxi $12.200 ekan. Va bu 155 ta mashina bilan taqqoslangan. Eng kamrog'iga va tezda sotmoqchi bo'lsak, 11.700 ga sotishimiz mumkin ekan. Agar maksimal foyda qilmoqchi bo'lsak, biz $12.820 ga sotib, bir uzoq muddat sotishimiz mumkin ekan. Hop, $11.800 ga qo'yilgan mashinalardan 10 ta bor ekan, biznikiga o'xshagan. Platforma shundan iborat edi, ya'ni qisqacha bu passion project deydi. Shunchaki qiziqishdan qilingan proyekt bo'lib, buni
ko'rsatib bermoqchi edim bugun. Hop, ana e'tibor beradigan bo'lsak, bizda platformamizni kodi bor va bu konsol deydi. Konsolda yozilgan narsalar, ya'ni nechta sahifani o'rganib chiqdi. Misol uchun aytaylik, Cobalt'dan 30 ta sahifadan ma'lumotlar olibdi. 30 tadan aytaylik, 10 ta mashina bo'lganda 300 ta mashinani ma'lumotlari Cobalt'ga olingan. Yoki mayli bo'lgan 4 ta sahifa, 4 ta sahifada aytaylik 10 tadan bo'lganda 40 ta mashina ma'lumot olingan. Bu judayam zo'r ko'rsatkich. Shu bilan loyihamiz, taqdimot shu edi. That's all.